Men o'zi urush jamoasida mafiyada ishlayman va meni xo'jayinim chaqirib qoldi. Men endi chaqirdi. Xo'p, o'zi kech tushyapti, nimaga chaqirganini bilmayman. Hozir borib tekshirib ko'ramiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, endi xo'jayinimiz aytgan joyga boramiz. O'zi tun ham tushibdi. Mayli. Yuzimdagi qonga e'tibor bermaysizlar. Sababini aytsam, o'tgan safar men chayqalganman, shunaqa narsa bo'lgan dedi doktorlar. O'q yegandim ham bir safar. Xo'p, o'zi nima maqsadda chaqirdi? Qanaqadir binoga borishim kerak dedimi? Xo'p, tushunmadim. O'zi xo'jayin turgan bino qadalgan bilaman, uzoq emas. Uzoqda tuyuladi do'stlar. Katta yozib qo'yasiz. Katta aonismi? O'shanaqa joyda. Borib ko'raylikchi. Xo'jayinim nimani aytyapti? Shahrimizda otlar, pandalar paydo bo'lyapti. O'zi yangi mashina sotib olaman dedim. Pul yig'yapman. Qanaqa mashina sotib olishdi? Uydan ketdikchi, yurakchi bir. Nima qayerdan haydab bordim? Mana shu yerdan kiriladi. Xo'p, mototsikldan tushib olsak, bu ham chiribdi. Bundan keyingi etash xo'jayinimniki edi, menimcha. Voy, eshiklar ochiq turibdi. Xo'p, xo'jayin, qaydasiz? Xo'jayin, men bu yerdaman. Xo'jayin, nima maqsad edi? Mo'yun, va nihoyat keldingmi? Men senga o'tgan safar aytgan binomga banditlar kelgan. Ular narkotik moddalarni tashishyapti. Boshqa davlatga tashishyapti. Ularni to'xtatishing kerak. Aniqroq o'ldirishim kerakmi? Siz menga bergan qurollar orqali? Tushunarli. Demak, bu yoqqa borishim kerak. Mayli, bo'lmasam kiyimlarni kiyib olsak, ana bo'lamasa. Bo'ladimi? Xo'jayin bo'lmasam men ketaveray, vertolyotda o'zi kelib olib ketadi-ya. Tashqarida turibdi. Men bo'lmasam ketdim. Yetib keldikmi shunda? Shu yermi? Bo'lmasam parashyutni olib oldin bu yerda bir ikkita qo'riqchilar bor ekan. Merganligini tekshirib ko'ramiz ham, ularni o'ldiramiz. Banditlar. Avtomatni qattiqroq ushlab olishim kerak. Samolyot silkinib ketyapti. Mayli. Yaxshi, buni o'ldirdik. Nimagadir har o'qda avtomatim silkinib ketyapti. Bo'ldi, bu yog'ini oldiga borib